Birinchi bo'lib biz Pixel Losga kirib, preview uchun tayyor tekstni tayyorlab olamiz. Qani go. Bu videoni qayta ko'rishingiz kerak, chunki bir marta ko'rganda tushunmasligingiz mumkin. Bunday bo'lsa eshitishda davom eting. 暑いからバス大会は見に行くからさ。Tayyor tekstni taxlab oldik. Endi esa ularni biroz kattalashtirib joylashtiramiz. Bizga keyin esa pastda belgilar qo'yish, rang beramiz. Color bo'limiga o'tamiz. Mana shu color bu bitta rang, gradient esa ikkita rangning birlashmasi. Mana ikkita rangning birlashmasi yo'qotib, shuning uchun ham ikkita rangning birlashmasi bor. Agar siz bunga boshqa jarayon bermoqchi bo'lsangiz, pastda turgan mana shu plus tugmasini bosishingiz kerak. Bu orqali siz bunga rang berishingiz mumkin. Pixel Losni yuklangandan keyin o'zingiz barchasini tushunib olasiz. Pixel Los haqida video qilishni xohlasangiz, albatta kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Endi esa biroz ko'rinarli bo'lishi uchun biz tekstlar beramiz. Mana bu stroke degan bo'limni o'tib, chetlariga biroz qalinlik, ko'rinarlik bo'lishi uchun xo'sh, mana biroz qalinroq qilamiz. Telefonda xo'sh, mana yaxshi bo'ldi. Endi esa biz pastki bo'limga o'tamiz va transparent degan bo'limni yoqib qo'yamiz. Xo'sh, bu orqa fonni yo'q qiladi. Xo'sh, png qilib qo'yamiz. Agar JPG bo'lsa, agar png ga o'rgatib qo'ying va defaultni ultra qilib save to galleryga saqlaymiz. Mana saqlandi. Endi esa Photoshop ilovasiga o'tamiz. Photoshop ilovasiga kirdik. Endi esa biz mana pastda turgan plus belgisiga bosamiz. Mana endi esa biz bu yerdan format tanlashimiz kerak. Previewga tushadigan format esa 1280 ga 720 formatga to'g'ri keladi. Xo'sh, okni bosamiz. Mana bizning dastlabki formatimiz tayyor bo'ldi. Xo'sh, endi esa previewni taxlashmaslik bitta ko'rsataman. Albatta videoni oxirigacha ko'ramiz avvalo. Xo'sh, endi esa ana pastda plusga bosamiz. Mana shu keyin Photoshop galeriyaga kirib, o'zimizni orqa fonimizni tanlab olishimiz kerak. Mana bitta orqa fon olib qo'ygandim. Shuni mana shu yerda bo'lishi kerak. Qaysi deydi? Mana screenshot bo'limini saqlagan ekanman. Mana xo'sh, mana men shu oddiy formatni yasab olgan, qirqib olgandim. Xo'sh, buni kattaroq qilamiz. Negadir katta, mana katta bo'ldi. Xo'sh, buni yon taraflama qilib kattaroq qilamiz. Xo'sh, yon taraflama biroz cho'zishimiz kerak. Mana xo'sh, mana shunday qilib katta qilib olasiz va bitishgacha bosamiz. Mana qirqib olindi. Xo'sh, endi esa tepada effekt FX turgan joyga bosamiz. Mana endi esa birinchisini tanlaymiz bo'ldi. Bu bizni biroz xiraroq, endi to'liq ko'rsatmaydi, biroz xiraroq qilib ko'rsatadi. Orqa fonda xuddi mana tayyor bo'ldi. Yana pluschaga bosamiz. Xo'sh, bu yerda pluschaga bosamiz. Mana Photoshop galeriya. Biza o'zimizni telefonimizdan olishimiz kerak edi. Shu yerda bo'lishi kerak. Shu yerda yo'q-ku. Mayli, PNG formatda men sizlarga o'zimni PNG formatini ko'rsatishim mumkin.
PNG formatini albatta sizlar kommentariyada yozib qoldirishingiz kerak. PNG formatda qanday PNG formatdagi rasm shu yerda bo'lishi kerak edi. Mana shu yerda ekan. Xo'sh, endi bu tabribot. Xo'sh, mana shu yerda yon taraflama chiroyli qilib qo'yishimiz kerak. Xo'sh, mana endi esa pichkachadan yana bosamiz. Mana endi esa o'zimiz tekstni bu yerga tashlab qo'yishimiz kerak. Xo'sh, yana o'sha bo'limga, pixlar bo'limiga o'tamiz, pastda turgan. Xo'sh, qani edi? Mana pastda turishi kerak edi. Mana shu tekstni tashlab olamiz. Mana o'zimizga moslab tayyorlab olamiz bu formatni. Juda ajoyib bo'ldi. Biroz kattaroq mo'ljallab olamiz. Xo'sh. Mana pichkachani bosamiz. Mana endi esa biroz effektlar berishimiz kerak. Xo'sh, effektlarni mana effektga kirib soya beramiz bunga. Endi so'zni orqasida xuddi biron xil yorug'lik tushib turgandek soya turadi. Telefonimizda ham shunday qilib olamiz. Mana soya tushgandek bo'ldi. Xo'sh, endi esa biz o'zimizni yana bir nechta rasm berib tashlaymiz. Xo'sh, pastda turishi kerak edi. Mana plyusga bosib yana Photoshop. Bu bo'lim nimasi edi? Xo'sh, Pixuri. Mana Photoshop o'zini maxsus. Xo'sh, buni biroz negadir orqa fon o'tib qolibdi. Biroz kichkinaroq qilamiz. Qiyshaytiramiz biroz. Xo'sh, kichkina mana qiyshaytirib. Mana xo'sh, tayyor bo'ldik. Pichkachani yana bosamiz. Endi esa biroz bunga biroz mana sizlar mana birinchisi turgan bo'lsa sizlar so'zdan orqaga o'tkazib qo'yinglar. Chunki bu narsa sizlarning so'zlaringizni xo'sh, orqa tarafda paydo bo'lishi kerak. Mana pixlabga yana pixlabni olamiz. Yo'q, bu negadir bo'lmadi. Xo'sh, qaytadan olamiz yana. Photoshop, xo'sh, mana ikkinchisini tanlab olamiz. Xo'sh, buni kichraytiramiz. Kichraytirib, biroz mana qiyshaytiramiz. Xo'sh, yaxshi. Endi esa buni mana xo'sh, mana bosdi. Endi buni so'zdan orqaga o'tkazib qo'yamiz yana. Lekin Photoshopdan orqaga o'tkazmaymiz bolalar, chunki bu orqa format turmasligi kerak. O'sha effektga kirib, endi biz rangli soya beramiz. O'sha rangli soyani bunday qilib sizlar tanlaysizlar. Mana xo'sh, biroz oshiramiz. Bo'libgacha ikkinchisini endi tanlab, yana effektga kirib, yana shu narsani tanlaymiz. Xo'sh, bu safar biroz ko'kimtirroq qilamiz. Mana shunday bana bo'ladi mana shu. Xo'sh, endi yana pichkachani bosamiz. Deyarli prevyuimiz tayyor bo'ldi. Xo'sh, yana bir nechta narsalar qo'shishimiz kerak. Yaxshi, xo'sh. Biroz narsalar to'g'irlab, xo'sh. Endi esa biroz soya ham beramiz. Biroz kattaroq soya bo'lsin. Xo'sh, yana mana o'zi prevyuimiz ham tayyor bo'ldi. Mana o'zi tayyor bo'ldi prevyuimiz. Xo'sh, videoim yoqqan bo'lsa albatta like bosib kanalga obuna bo'ling. Photoshop ilovasini esa mana Telegram kanalimda topsangiz bo'ladi. Telegram kanal silkasi kommentariy описаниеda bo'lishi mumkin. Xo'sh, endi esa chiqish saqlanib, saqlanib qilish uchun esa xo'sh, mana tepada turgan blokchani bosamiz. Mana saqlanib galereya. Mana endi esa buni xo'sh, o'sha jo'natmoqchi bo'lgan rasmni tanlab, xo'sh, uni PNG qilib saqlaymiz. Mana saqlandi rasmimiz. Xo'sh, videom yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kommentariyada PNG rasmlarni qanday olish mumkin deb yozib qoldirsangiz, men sizga albatta PNG rasmlarni olishni o'rgataman. Videomiz shu yerda tugaydi. Barchaga rahmat.